Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed Korrektor Abduvali Sayed Bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon Maqsad g'oya dalili va ilm-fan Ko'rib o'tganimizdek, maqsad g'oya dalili Qur'oniy dalillar ichida yaratquchining qudratini va mavjudotlardagi Xudoning borligiga doir iznalarni ro'shan holda echib berguvchi asosiy dalillardandir. Navbatda, olam va unidagi mavjudotlarning bor bo'lishidagi jimiy hikmatlarda tabiat dunyosining bir a'zosi va muhim juz'isi bo'lgan insonning markaziy nuqta bo'lganligi ilm-fan sohasidami Xudoning mavjudligini isbotlashdagi muhim dalillardan biri sifatida keng o'ttirg'a qo'yilib kelmoqda. Mazkur dalil ilm-fan olimlari istilohida odamiyat markazchilik dalili nomi bilan keng o'ttirg'a qo'yilib kelgan bo'lib, bu dalil yana maslashish dalili deb ataladi. Ilm-fan olimlari olamning yaralganligini hamda uning puxta qonuniyatlar bilan chambarchaslanganligini bayqayotgan bir paytda mundaq bir buyuk haqiqatning ilmiy asosini maydonga olib chiqdi. U bo'lsa-mu kainatning navbatdagi qurilmada yana kelib, navbatdagi qurilmada shakllanishidagi g'oyaning hayotlikning maydoniga kelishi va insonning bemalol hayot kechirishiga uyg'unlashishi ekanligi edi. Materializmchilar olamning paydo bo'lishini tushuntirishda uning tasaddubi yoki o'z-o'zidan shakllanganligini ilgari surishdi. Ular olamning bir bosqichdan yana bir bosqichga o'tishida biror yuksak irodaning tartibga solishidan xoli holda uning bir qator tartibsiz jarayonlarni boshdan kechirish asosida tadrijiy hozirgi holatga kelganligini da'vo qilib kelmoqda edi. Darvaqa, ular olamning navbatdagi tus va qurilmada shakllanishini tasaddubilikning natijasi va ya bo'lmasa tabiat qonuniyatlari taqozosiga agishishdan kelib chiqqan natija sifatida muomala qilib kelishdi. Bu yerdan olamning paydo bo'lishi tasaddubiy bo'lgan, olamning yaralishi orqasida hech bir hikmat yoshiringan emas, olamning Xudoga ehtiyoji yo'q degandek da'volar materialist ilm-fanchilar va materializm faylasuflari tilida har xil tusda ilgari surilib keldi. Biroq din va mazhabdan xoli ilm-fan metodi materializmchilarning ra'yiga boqmagan holda olamning yaralishining o'zligidan bo'lmaganligini, tartib va intizomning behuda emasligini, balki olamning shakllanishidagi butun jarayonlarning insondan iborat bir mavjudiyatni kutib olish uchun ekanligini dalillab chiqishdi. Olamning shakllanishidagi g'oyaning yeshilishi tabiiy holda intizom tartiblarning tasaddubilikning natijasi bo'lish ehtimolligini butunlay chetga qoqqan holda olamning navbatdagi shaklanishining hikmat va farosatning hamda qudratlik irodaning natijasi ekanligini ko'rsatib berdi. Buning bilan tasaddubilik davosimi ilm-fan sohasida puttirab turolmaydigan quruq da'vo holatidagi izchillikni yana bir qat kuchaytirdi. Odamiyat markazchiligi dalilini ilgari surgan va buni qo'llagan ilm-fan olimlari deyishdiki, koinotning maydoniga kelishi va uning navbatdagi qurilmasi haqidagi bilimimiz ko'paygan sari hayotlikning baq urishi va insoniyatning paydo bo'lishi uchun mazkur maydoniga kelish va qurilmaning koinot qonuniyatlari bilan naqadar o'mlik saqlab va moslashib kelganligi biz uchun hayron qolarliq bayqashlarga yo'l ochdi. Hatta bu nuqtada shundoq deyalaymiz-ki, inson garchi moddiy olamning markazida bo'lmasa-mu, ammo u shaksiz holda olamning g'oyasining qoq markazi bo'lgan. Fan bilimlari faylasufi Steven Mayer mundaq deydi. O'tgan 40 yil mobaynida fizika va olamshunoslik sohalarida orqama-orqa taraqqiyotlar qo'lga keldi. Bu taraqqiyotlar ilm-fan qomusiga inchiki loyiha atalg'usini yana bir qatam qaytarib keldi. 60-yillarning boshlarida fizika olimlari koinotning insonlar hayotligining davomlashishi uchun yuksak ahamiyat berish asosida oldin tayyorlanganligini bayqashdi. Ular hayotlikning davomlashishi putmas, tugamas ehtimollarga tayangan bo'lmasdan, balki fizikalik omillardan tarkib topgan intayin inchiki tamponliq ustiga qurilgan sistemaga tayanganligini bayqab chiqishdi. Bu jarayonda ular aslida hayotlikning to'xtab qolmay davomlashishi uchun fizikalik konstantlar hamda koinotning maydoniga kelishidagi dastlabki asoslarning, shundaqla bulardagi bir qator xususiyatlarning bakmi puxta qurilmaga ega qilib loyihalanganligini, hatto olamning kengayish holati, yer shari tortish kuchi, magnit tortish kuchi va yoki planik konstanti qatorliq bir qator asoslarning faoliyat saviyasidan kichikkina o'zgarish chiqqanida hayotlikning mavjud bo'lishidan eg'iz ochqili bo'lmaydiganligini o'ttirg'a qo'yishdi. Hatto bugungi ilm-fan olimlari hayotlikning maydoniga kelish imkoniyatini hozirlagan bu omillarni insonparvar omillar deb atamoqda. Shundaqla ular olamning shakllanishida mazkur omillarning bir-biri bilan uyushishidagi moslashish holatini ko'zda tutib, olamni inchiki parvarish bilan tayyor qilingan koinot deb atashdi.
Mana bular ilm-fanning har qaysi sohalarida nufuz tiklagan munavvar ilm-fan olimlari hamda ilm-fan nuqtasidan falsafaviy fikr bayon qilgan g'arb faylasuflari tarafidan qo'llashga va sharhlashga erishgan maqsad g'oya dalilining ilm-fan sohasida qad ko'tarishining qisqacha tarixi. Darvaqa olamning shakllanish tartibining har bir inchiki halqalariga qadar tafsilotlarga qaraydigan bo'lsak, buning hammasining insonning hayotligi va uning davomlashishi uchun bir xil tayyorliqlar ekanligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Biz mayli olam turaqliqida aks etgan koinot qurilmasidagi inchiki tanlamlarga nazar solayli yoki tabiat dunyosidagi mavjudliklarning aynan navbatdagi holatida bo'lishining ahamiyatiga diqqat qilayli. Koinotning eng inchiki o'lcham qonuniyatlar bilan chambarchaslanishida inson hayotligining davomlashishi ko'zlanganligini, hatto tabiat olamida ko'zga qadalib turuvchi o'zaro moslashish hodisasining odatda keraklik ehtiyojdan yuqori shaklda mo'l ekanligini bayqaymiz. Ilm-fan natijalarida yana yaratquchining mavjudotga bo'lgan ko'ngil bo'lishining ko'z yumg'usiz ifodalari, bo'libmi insonning hayotligi va baharlanishi g'oya qilingan moslashish va tartiblanish jarayoni haqida talay o'rnaklar mavjud. Bu nuqtadami bu shaylarning aksicha bo'lish ehtimoli turug'liq, ayni shu holatni taqozo qilganligining o'zila shunchavala mavjudotdagi moslashishning tasaddibilik bo'lishini keskin rad qiladi va bularning bir qudratli irodaning natijasi ekanligini dalillaydi. Örnekler içinde en yarqinlardan biri hayatlıktan ibaret bu cevherinin alemning ma'lum bosqichlarga qadar shakllanishi hamda hayotlikqa munosib muhit va nurg'un afzal sharoitlarga ega bo'lganidan keyin maydoniga kelishidir. Bu jihatda ilm-fan va Qur'oniy bayonlar o'xshash mavqeda deyishga bo'ladi. Chunki islom dini xabar berib kelgan yaratilish qissasidan ma'lumki, inson osmon va zamin yaratilib bo'lgandan keyin ilohiy mas'uliyat va o'rin bosari sifatida Xudoning irodasi bo'yicha yaratilgan. Shuningdek, navbatda ilm-fan o'tirg'i qo'ygan ma'lumotlardami o'xshashla hayotlikning olam shakllanib yer sharidan iborat atrofi va usti qattiq qo'g'dilishchanlikqa ega, shundaqla hayotlikqa mos kelishda uningdek ikkinchi biri bo'lmagan bir planeta maydoniga kelganidan keyin andin uningda hayotlikning maydoniga kelganligini bir ilmiy haqiqat bo'lib qabullanmoqda. Alayliq Adam ataning yer yuzida hayot kechirishiga sabab bo'lgan omillar Qur'on Karim bayonida hech qachon bir qism samoviy tus olgan dillarda kelganidek la'nat va yoki g'azabga uchraganligi tufayli jannatdan iborat asoyishliq va saodat makonidan qovlangan gunohkor mavjudlik sifatida tasvirlanmagan. Balki Qur'on Karim inson haqidagi tasvirida yaratquchi uni yaratishdan avvalla uni boshqa hech bir maxluqotga o'xshamaydigan tarzda yaratadiganligini, bu uning cheksiz hikmatining bir parchasi ekanligini, uni yer yuzining ilohiy mas'uliyat yuklangan xo'jayini bo'lishdek sharafga noil qilganligini, uningga yana farishtalarini hurmat va ehtirom sajdasi qildirish orqali uning fani dunyoga sharaflik mavjudlik va sharaflik mas'uliyat va amonat egisi sifatida kelganligini qutlug'lagan va tabriklaganligini tilga oldi. Diqqat tortadigan nuqta shuki, Qur'onning inson haqidagi tasvirida Xudoning uni o'z sharafini hamisha saqlab yashashi va amonat mas'uliyatini joyida yerga keltirish uchun hushyor va sagak bo'lishiga yordami bo'ladigan cheklangan meva sinoqini olganligi, sinoqning natijasiga ko'ra uni yer yuzini qarorgoh qilib yashashini davom qilishga buyurganligi, mazkur qarorgohni bo'lsa qiyomat kuni kelgan qadar uning baharlanishi va manfaatlanishiga qo'yib berganligini alohida jiklaganligidir. Bu ma'nolarni biz Qur'ondagi munosibatli oyatlardan xulosalab olaymiz. Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida bir xalifa yarataman degan edi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan insonni xalifa qilib yaratamsan. Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madhiyalaymiz, muqaddas deb e'tiqod qilamiz dedi. Alloh men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Baqara surasi 30-oyat. Va yana mundaq deydi: O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Faqat iblisga sajda qilg'ili unmadi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga: "Ey Odam bolasi, sen ayoling Havvo bilan jannatda turg'in. Sizlar jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tashayinglar. Bu daraxtga yaqin yo'lamanglar. Mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga uvalchilik tepib olsizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirib, man'i qilingan daraxtning mevasini yegizib turayotgan jannatdan chiqarg'izibdi. Biz Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan dushmanlashgan holda yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq yerlashsizlar va uningdan bahramand bo'lasizlar dedik. Baqara surasi 34-oyatdan 36-oyatlargacha. Va yana mundaq deydi:
Shak shubhasizki biz odam bolalarini aziz qildik, ularni quruqliqda uloqlarga mindirdik, dengizda kemalarga chiqardik, ularni shirin yemakliklar bilan rizqlantirdik, ularni maxluqotlarimizning nurg'unidan ko'p ustun qildik. Isro surasi 70-oyat. İnsoniyatning dastlabki ajdodi bo'lmish Odam va uning juftiga qilingan yuqorqi xitoblardan hamda insonlar to'piga ato qilingan sharaf va hurmat ifodalaridan ko'rib olishga bo'ladiki, yer yuzi inson turining barliq ehtiyojlarini qamdag'uchi, balki uningdan ortiq imkoniyatlar barpo qilingan qarorgohdir. Tabiat va uning bahrlanish va foydalanish obyektidir. Shundaqla inson o'sha bu yer yuziga qo'g'landi sifatida emas, balki uni ovatlashtirish, taraqqiy qildirish va insonlik mas'uliyatini o'rindash uchun kelgan xo'jayin va aziz mehmondir. Ya'ni u bir mehmondurki, yer sharidan iborat bu qarorgoh uning yo'qlikdan barliqqa kelib, andan asldagi kelgan yeriga qaytishda tushib o'tadigan karvon sarayidir. Qur'on bu vaqtda mundaq deydi: Allah'ni qandaqmı inkar qilsizlarki, cansiz edinglar. Allah sizlarga can berdi. Keyin jininglarni oladi. Andan keyin tirildirdi. Andan keyin Allah'ning dargohiga qaytarilsizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi. Andan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Baqara surasi 29-oyat. Olimlarning olam, inson va xudo munosabatini jahon sultonining aziz bir mehmoni uchun alohida hozirlatgan esil saroyga tushgan mehmon misoli orqali tushuntirishidagi sabablardan biri mana budir. Olimlardan Imom Ibn Qayyim al-Javzi insonning nima uchun olam shakllanib bo'lgan va yer yuzidan iborat hayotlikni davomlashtirishga eng munosib qarorga hozirlanib bo'lgandan keyin ondan yaralganligining orqasidagi hikmatni izohlagan bo'lib, uning bu vaqtdagi izohlarni navbatdagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Odamni keyin yaratishdagi hikmatlardan birinchi, turalg'uga yerlashguncha o'rinlashtirishdan avval turalg'uni rastlab tayyor qilish. Ikkinchi, osmon, zamin, quyosh, oy, yulduz, quruqliq va dengiz qatorliqlarni yaratishdagi asosiy maqsad odamni mavjudlikka keltirish edi. Uchinchi, haqiqiy mahir san'atkor degan ishning muqaddimasini nihoyat planliq va atrofliq boshlaganidek, ishning oxirini o'zining eng go'zal va shahona asri bilan tamomlaydi. To'rtinchi, Alloh taolo koinotga yaygan jimi narsalarni odamda mujassam qilgan. Shunga odamning o'zi garchi kichik bir olam bo'lsa-mu, biroq uning vujudida buyuk olam bor. 5. Odam mavjudotning javhari va samarasi edi. Shunga uning mavjudotlar ichida keyin yarilishi eng munosib ish bo'lgan. 6. Odam Xudoning dargohida hurmat ustun bo'lg'achqa, Xudo uni yaratishdan avval uning foydalanishiga lozimlik va ehtiyojiga kerakli narsalarni, turmush aslahalari va hayotlikka kerakli zarur vositalarni oldin hozirlab qo'ygan. Shunga odam yaralganidan keyin beshini ko'tarib qaraganida hamma narsa uning foydalanishi uchun hozir va tayyor edi. 7. Allah Taala odamning sharaflik va fazilatli ekanligini boshqa maxluqotlarga namoyon qilishni iroda qilgan. Shu sabab Xudo boshqa maxluqotlarni avval yaratib, oxirida odamni yaratgan. Mana bular Qur'oniy haqiqatlarda aks etgan koinot libosining inson vujudiga naq keltirib tikilganligi va bu kiyimning avval o'lchinib pichilgan bo'lishidagi hikmatlardir. Ilm-fan sohasiga qaytib kelsak, ilm-fan olimlarimi navbatda yuqorqi Qur'oniy haqiqatlar chiqish qilgan nuqtai nazarga yandash ilmiy natijalarni o'tirg'a qo'ydi va qo'yib kelmoqda. Mashhur fizika olimi Freeman Dyson ilgari surgan koinotning bu qadar inchik qurilma va qonuniyatlar bilan tuzilishidagi maqsad g'oyaning insonni kutilish uchun ekanligi haqidagi qanoati, shundaqla uning qarmoqqa koinot bizning kelishimizni oldin bilib olganda ko'rinadi degan mashhur so'zi buning tipik misollaridan biri. Uning bu vaqtdagi qanoati asosan yuqorqi Qur'oniy bayonlar asos qilgan xulosalar bilan parallel bo'lib, u o'zining mazkur qanoatini tuvandagicha bayon qiladi. Koinotga nazar solgan bo'libmi bizning manfaatlanishimizni ko'zlab qo'l-qo'lcha xizmat sunayotgan talaylagan fizikalik va astronomiyalik tasadduqlarni bilgan chaqimizda ishning asl vasli oshkora bo'lishga boshlaydi. Koinot haqiqatan bir amallarni qilib bizning cho'qim keladiganligimizni bilib olgandek qiladi. Mana bu xil qanoat va e'tiroflar amaliyotda talaylagan ilm-fan olimlari tilida jarayon qilgan bo'lib, hatto biz bu xil fikrlarni Charles Darwinning bayonlarida uchratib qolamiz. U mundaq deydi:
Koinot darvaqa insondan kelishi uchun hali zamonlar avval tayyor bo'lib turgandek ko'rinadi. Ma'lum ma'nodan ilib aytganda, buni to'g'ri deb muayyanlashtirishga tamoman bo'ladi. Chunki inson barliqqa kelishi bilan avlat bir dona tuz siziqni bo'ylab ilgirlagan. Navada mushu jarayondagi zanjirsimon halqalardan biror halqa amaliylashmagan taqdirda inson hozirgidek insonga aylanolmay qoladi. Mana bu Darwinning uzun yillik ilmiy tadqiqot va yakuniga asosan aytgan olam va hayotlik orasidagi uyushchanlikni, shundaqla olamning shakllanishi orqasidagi hikmatni yoritib bergan mashhur so'zidir. Davrimizdagi munavvar ilm-fan olimlaridan Paul Davismo bu haqda o'z qanoatini o'ttirib qo'yib bundoq deydi. Men bizning mushundaq bir koinotda mavjud bo'lib qolishimizning nuqul qarisiq yuz bergan bir tasadduqlikning natijasi va yoki qandaqdir o'tmishdagi biror voqeaning mahsuli va yoki bu g'oyat zo'r koinotda kam tepiradigan biror o'zgarishning oqibati ekanligiga ishonolmayman. Amaliyotda bizning aprida bo'lishimiz koinot tarafidan intayin qizg'inlik ichida qarshi elingan. Haqiqatan mavjudiyatimizning bir irodaning natijasi ekanligiga qil sig'maydi. Bu vaqtda yana Nobel mukofotiga erishgan ilm-fan olimi Arno Penzias mundaq deydi. Astronomiya ilmi oxirga berib bizni gigant bir hodisaga, ya'ni yo'qdan yaralgan hayotlikning mavjud bo'lib turishiga kerakli bo'lgan sog'lom sharoit talabiga uyg'un va to'limi inchiki tamponliq ishga oshirilgan bir koinot tarafga opirib tashladi. U bizni opirib tashlagandimi, belgilik planga moslashib sayr qilayotgan koinotga opirib to'xtatdi. Atoqli fizika olimi John Polkinghorne mundaq deydi. Koinot nuqul hodisaviy barliq bo'lib qolmay, hayotlikning barqaror bo'lishi uchun intayin yuqori saviyada ko'ngil qo'yib parvarishlangan asosda tayyor qilingan. Shubhisizki, bu koinotning aynan shu tarzda bo'lishini istagan Tangrining ijodidan boshqa narsa emas. Bu yerda yana fizikalik konstantlar hamda olam turaqligi qatorliq ilm-fanchi yeshim qurollari asosida olamning qudratli bir ilohiy tadbirning mahsuli ekanligini, olamning uning irodasi asosida parvarishlangan, ko'ngil qo'yib tayyorlashi bilan hozirlanganligini, olamning navbatdagida qurilmada bo'lishidagi maqsadning hayotlikni kutib olish ekanligini, to'g'riroqi navbatdagidek hozirlanishlarni va tabiatda aks etayotgan moslashuvchan holatda yaralish funksiyasini ko'zitib, ham uni tushunib yetalaydigan logikalik va farosatga ega hayotlikni maydonga keltirish hamda uni kutib olish ekanligini keng sharhlab chiqqan ilm-fan olimlari ham bor. Misol tariqasida fizika olimlaridan Martin Rees, John Gribbin qatorliqlarni tilga erishimiz mumkin. Bu olimlar birlikda tuzgan olamning insonga naq o'lchab tikib chiqarilganligini isbotlovchi dalillar ilgari surilgan. Bo'libmi fizika olimi Martin Rees o'zining faqatla 6 numur nomli asarida olamning shakllanish bosqichlarida hayotlikning maydonga kelishiga tamoman munosib kelishini shart qiluvchi fizikalik konstantlarni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Martin mazkur kitobida olamning qurilmasini konstantlar asosida sharhlash orqali navoda hisoblab chiqilgan o'lchamlardan birarida azroqli o'zgarish bo'lganida olamning navbatdagidek shakllanishining bo'libmi hayotlikning yer sharida mavjud bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini, olamning bu qadar bir-biriga mos shaklda ilgarilab taraqqiy qilishi va shakllanishining favqulodda parvarish qilib loyihalashning natijasi ekanligini va bularning tasadduqliq bo'lish ehtimolligini butunlay yo'q chiqaradiganligini dalillaydi. Bu yerda yana olamning navbatdagi qurilmada bo'lishidagi g'oyaning insoniyatni kutib olish ekanligini ilgari surguchi fizika va boshqa har soha nufuzli ilm-fan olimlaridan Brandon Carter, Firman Dyson, Edward Harrison, Arno Penzias, John Lennox qatorliqlar bor. Maqsad g'oya dalilini qo'llovchi ilm-fan olimlarining qarashini kuchlik muayyanlashtiruvchilar qatorida G'arbning mashhur faylasuflari bor bo'lib, bular ichida Anthony Flo va John Leslie, Richard Swinburne, Steven Meyer qatorliq faylasuflar mazkur maqsad g'oya dalilining ilm-fanchi izohotlari asosida Xudoning mavjudiyatini dalillashda puxta qadam tashlagan hamda buni falsafaviy va ilmiy nuqtadan keng sharhlagan olimlardir. John Leslie o'zining mutlaq aql, ya'ni Infinite Mind nomli kitobida mundaq deydi. Hayotlikning maydoniga kelish uchun olamning fizikalik qonuniyatlar va konstantlarning inchik tuzilmasiga rioya qilish asosida hozirlanganligida shak shubha yo'q. Biroq bu yerda meni rostilla hayron qoldirgan bir ish bor. U bo'lsa-mu mazkur moslashish va uyg'unlashishning hayotlikning maydoniga kelishiga kerakli miqdordan necha hassa va mo'l darajada mavjud bo'lganligidir. Faylasuf Richard Swinburne ko'p sonliq olam farzini maqsad g'oya daliliga qarshi turish yuzidan o'tirg'a qo'yg'uvchilarga javoban yana mundaq deydi. Ko'p sonliq koinotni faraz qilgandan ko'ra bir loyihalaguvchi Tangrini faraz qilish bakrak urunliq bo'lib qolmay,
bu olamning maqsadli yaralganligini izohlashda ko'zlangan muddaoga eng yaqindir. Doktor Amir Sharif mundaq deydi. Maqsad g'oya daliliga doir tilga erishga tegishlik mundaq ikki nuqta bor. Ular birinchi, navbatda ilgari surilayotgan bo'libmi hayotlikning davomlashishiga yo'l qo'yuvchi fizikalik qonuniyat va konstantlar hayotlikning maydonga kelishini ta'minlagan emas, balki bu xil maydonga kelish 4 million yil o'pchorisida hukm surib kelayotgan yana bir turlik sharoit va qonuniyatlarga muhtoj bo'lgan. Ikkinchi, Mubada navbatda hukm surayotgan qonuniyatlar konstantlarning ma'lum qismida o'zgarish bo'lganida hayotlikning davomlashishini mo'ljallangan bo'lmagan bo'ladi. Albatta, tabiat qonuniyatlari shunchalik puxta o'rnatilgan ediki, koinot hayotligini maydonga chiqarishga tayyorlanib qolmay, yana uni to'xtovsiz davomlashtirish uchunmi hozir qilingan edi. Maqsad g'oya dalili haqida faylasuf Antoni Fulo mundaq deydi. Olamning maqsadlik hozirlanganligi ikki xil nuqtadan aniqlikka ega. Buning biri ma'lum turkumdagi olimlar koinotning maqsadlik hozirlanganligini muayyanlashtirgan va buni ilohiy loyiha ekanligining dalili qilib ko'rsatdi. Yana biri qisman turkumdagilar biz yashayotgan bu koinotning hayotlikning maydonga kelishiga munosib shart-sharoitlarni o'z ichiga olganligida birlikka kelolmaganligiga qaramay, koinotimizning yana nurg'un koinotlardan turlangan bir koinot ekanligini taxmin qilib ko'rishdi. Ammo shu aniqki, bugungi kunga kelganda olamning maqsadlik hozirlanganligini bir koinot ichida yuz bergan tasadduqlarning natijasi deb da'vo qiladigan biror vazni bor olim o'ttirg'i chiqqani yo'q. U yana o'zining koinot bizning keldiganligimizni bilganmi mavzuliq temasini tuvandikicha boshlaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Siz sayohat davomida ma'lum bir mehmonxona yotqiga kirdingiz deyli. Qarasangiz yataqdagi karvat yoniga qo'yilgan tompuchka ustidagi anglitish uskunida siz amroq kuylar yangrayotgan, karavatingiz ustiga uyingizdagi issiqqu ustiga esilgan rasmga xo'yma bob keladigan bir rasm esilgan. Yataq ichi siz yoqtirib ishlatadigan atir hidiga to'lgan. Buningdan hayron qoldingizda, hayronlik ichida boshlangizdingiz. Qo'lingizdagi so'mkalarni qo'yib o'tdingiz. Birdilla esingizga kelib, bo'layotgan ishlardan tamtirdingizda, yataqdagi haliqa kichik to'nglatqiga ko'zingiz tushdi. Ochganingizda, uning ichiga siz eng amroq bulkalar, tatliq turimlar, siz eng yoqtiradigan ichimliklarni ko'rasiz. Shuning bilan siz to'nglatqini qo'yib, orqaga burildingizda, yataq ichiga bir-birlab ko'z yugurtishga boshladingiz. Qarasangiz, siz yoqtirib o'qiydigan avtorlarning eng yangi kitoblargacha tizib qo'yilgan. Birdilla ko'zingiz yataq uyining munchisiga tikildi. Munchida sizga kerakli har xil asrash mahsulotlari, shaxsiy tozalik buyumlari bo'lib, hammasi nihoyat ratlik holda ishkabga qo'yib qo'yilgan. Yana kelib, har bir buyum faqat sizga atab maxsus tanlab akab qo'yilgan. Televizorni açsangizmi tamamen siz ko'rishga amroq kanallar to'g'irlab qo'yilgan. Siz bu yarashtirib bezilgan uyingizni ko'rib chiqqandan keyin bir qator ehtimollarni ko'z oldingizga keltirishingizga to'g'ri keladi. Ehtimollar ichida siz tanlashga qiziqmaydigan eng ojiz ehtimollar buning faqatla bir tasadduqiy to'g'ri kelib qolish bo'lishi. Ajaba undaq emasmi? Bir turib mehmonxona mudiridan siz haqingizda qanchalik tafsiliy uchurga ega ekanligini so'ragingiz kelsa, bir turib ularning bu qadar atrofliq loyihasidan cho'chib ketishingiz mumkin. Bir turib bundaq mulozimatdan sizdan qanchalik chiqim ketadiganligini o'ylab qarashingiz mumkin. Ammo siz muqarrar holda shuningdan gumonlanmaysizki, biri sizning bu yerga kelib tushishingizni cho'qim bilgan. Antoni Fulo keltirgan yuqorqi mulohizlardan ko'rib olishga bo'ladiki, bu mulohizalarda ilgari surayotgan ma'nolar Imom Ibn Qayyim ko'zda tutgan insonning yarilishidagi hikmatlar ichida uni kutib olishning barligi haqidagi bayonlar bilan birdaklikka ega. Faqat farq shu yerdagi Imom Ibn Qayyim bayonlari vahiy haqiqatlardan yakunlangan maqsad g'oya dalili nuqtasidan bayon qilingan bo'lsa, Antoni Fulo mulohizlari ilm-fan olimlari ilgari surayotgan inchiki o'rinlashtirish va insonni markaziy g'oya qilish dalili nuqtasidan bayon qilingan. Doktor Amir Sharif maqsad g'oya dalilining tabiat dunyosidagi ma'naviy zo'q va ozuqlarda aks etgan iznalari ustida to'xtalib mundaq deydi. Tabiat olamining inson aqlini lol qiladigan, idrok etishdan ojiz kelgudak darajada shakllanganligida shak yo'q. Ajaba bunimi tasadduqlik degili bo'lsinmi? Shu aniqki, tabiat dunyosi hayotlik uchun kerakli zaruriyatlar talab qilgandanmi necha hasi go'zal. Masalani bu nuqtadan kuzatganda shundoq deyishim mumkinki, men kishi sariq qushqashning erkak sariq qushqashning sayrishiga nima uchun maftun bo'lib qolganligini tushuna olmayman. Chunki bu juplashish chaqiriqi. Biroq moddiy nuqtadan qaragan vaqtda insonning nima uchun qushqashning sayrishini yoqtirganligini tushunmayman. Jazmanki, buningda insonning tabiatdan bahra olishining Tangrining maqsadlaridan biri bo'lganligiga qil sig'maydi.
Ayollik güzelligiga mahliya kishilar güzellik musobaqalarida güzellikni baholab chiqishining o'lcham qoidalarini bekitib chiqqan bo'lsa, bu yerda obyektlik holatda tabiat va uning qonuniyatlarining moddiy güzellik o'lchimini besib tushadigan o'lcham prinsiplari bor. Ana shu o'lchamlardan biri güzellikning oddiy, ammo rangdorlikqa yo'shirina olishidir. Masalan, siz yog'ochdan iborat birli materialdan uy jihozlari va yog'ochdan yasalgan boshqa turli mahsulotlarning yasalib chiqishini nima deb tushunasiz? Oddiy materiallardan, mundaqcha aytganda, butunlay yo'qlikdan koinot va hayotlikdek bu qadar g'oyat zo'r murakkab barliqlarni barliqqa keltirishchi. Mushu nuqtaga borgan vaqtda Xudoning haqiqatan tabiat va uning kuch-qudrati hamda qonuniyatlar orqasiga o'tib olmasdan, balki koinot qonuniyatlaridagi mo'jizalar asosida huzurimizga chiqib kelib, mana men bu yerda da'vatxonligini tan olmay tura olmaymiz. Xudoning mavjudiyatining tabiatdagi eng kuchli dalillari qatorida jazmanki tuvandagilarni sanashga bo'ladi. Ular koinot va inson o'rtasidagi uyushuvchanlik ifodalari, mavjudlikdagi har bir shay'ida topqili bo'ladigan lohiyalanish ifodalari, tabiat va uning qonuniyatlariga berkib ketgan go'zallik ifodalari, yiltizidagi oddiylik va mevidagi rangdorlik ifodalari, puxtalik va mantiqchanlik. Balkim bularni tilga olishdan avval izchillik va muntazamlikni tabiatning Xudoning mavjudligini ko'rsatuvchi eng kuchli dalili sifatida keltirish texmi munosib bo'lishi mumkin. Ajaba bulardan qaysisi yaratquchi Allohning borligiga eng kuchli dalil? Quyoshning bir qatim mo'jiza sifatida g'arbdan chiqib berishimi yoki 4,5 milliard yil davomida Quyoshning izchil ravishda sharqdan chiqib kelayotganligimi? Darhaqiqat, tabiat qurilmasidagi izchillik va tartiblarning, shundaqla shay'larning xarakteri va tabiatning yer yuzida hayotlikning mavjudligiga kafolatlik qilish jihatdagi aloqador taraflarga nazar solish orqali olamning insoniyat hayotligining manfaatini asosiy o'ringa qo'yib loyihalanganligidan iborat bir maqsad va g'oya ustiga bino bo'lganligini ko'rib yetish tas emas. Chunki mazkur shay'lar navoda qudratli bir iroda va g'oyaning kontroli asosida nihoyat qonuniyatli holda ilgirlamasdan tasaddubiy holda shakllanganligini ehtimolga kirgizgan vaqtda albatta uning hozirgi qurilmasidan boshqacha shakllanish ehtimolligi tamoman mumkin bir ish edi. Biroq ashundaq to'g'riliq uning faqat va faqat aynan navbatdagi tarzda va shu xil xarakter, shu xil o'lcham bo'yicha putib chiqishi uningga doir tasaddubiylik yoki hikmatsizlik ehtimollarini butunlay yo'qotib tashlaydi. Ko'rinmoqdaki olam navbatdagi qurilmada bo'lmaganida yer yuzida hayotlikning mavjud bo'lishidan ig'iz echish mumkin bo'lmagan, balki uning buzilmay o'z intizomini saqlab tura olishi mumkin bo'lmagan bo'ladi. Navbatda bumi ilm-fan sohalarida keng umumlashayotgan va inkorga o'rin yo'q fikrlar qatorida yer olmoqda. Olamda hayotlikning bo'libmi uningda insoniyat manfaatini chiqish qilayotgan bir iroda va g'oyaning mavjudligini uqtirib beradigan ko'rinishlar haqiqatan son-sanoqsizdir. Shundaqdimi biz tuvanda buning bir qism ifodalarini tilga olib o'tmoqchimiz. Birinchi, Quyoshni olib aytsak, Quyosh Samanyolu sistemasidagi bir oddiy turg'un yulduz bo'lib, tarkibida zo'r miqdorda hidrogen elementi bor. Ma'lumki, hidrogen atom yadrosining to'xtamasdan reaksiya paydo qilish natijasida Quyosh o'zidan uzluksiz holda yorug'lik va issiqlik tarqatib turadi. Ilm-fan aytadiki, Quyosh yuzidagi harorat darajasi 7000 gradus qiziqlikda bo'lib, Quyosh va yer shari orasidagi masofa taxminan 165 million kilometr. Navoda Quyosh yer shari bilan bo'lgan navbatdagi belgilik masofasidan ondan bir miqdorda yaqinligida yer shari allaqachon ko'lga aylanib bo'lgan bo'lar edi. Navoda ondan bir miqdorda yiroq bo'lib qolganida yer shari allaqachon sovib, uyib qolgan bo'ladi. Ikkinchi, ayni ilib aytsak, navoda u navbatda belgilangan masofasidan bir oz yiroqlab ketganida kuchlik dengiz chayqalishi kelib chiqatdi-da, yer sharining hamma qismi sal ichida qolgan, tog'lar tavrab, hayotlik mavjud bo'lib tura olmagan bo'ladi. Navoda yaqin bo'lib qolganida yer yuzida ig'ir shavqin suran, bo'ron chapqinlar hukm surgan va buning ta'sirida ekologik tamponlik qalaymaqonlashgan, o'simlik va ochliqning unib pishib chiqishidan ig'iz echish mumkin bo'lmagan bo'ladi. Üçüncü, yer shari Quyoshni markaz qilib, soatiga 110 ming kilometr tezlikda aylanadi. Bu xil tezlik amaliyotda yer shari sekundiga 30 kilometr sur'atda davra qiladi. Deganlik bo'lib, tabiatdagi 4 asosiy kuchning biri bo'lgan tortish kuchi va havo besimi bo'lg'achqa hayotlik kafolatga ega qilingan. Navoda undaq bo'lmaganida yer sharida hech narsa o'z o'rnida mavjud bo'lib tura olmagan, bo'shliqda laylab qolgan bo'ladi. 4. Yer sharining yana har kuni bir qatim o'z o'qida aylanib chiqish sur'ati soatiga 1760 km bo'lib, navoda mazkur sur'at 500 km ga tushib qolgandek bo'lganida kecha va kunduzimiz biroqla o'zgarib ketgan bo'ladi-da,
kunduzining uzunligi sababli quyoshning issiqi yer yuzidagi barliq narsalarni ko'ydirib tashlagan, kecha uzunlik sababli yer sharini qattiq sovuq qaplagan va yer sharidagi jimi narsalar uyib qolgan bo'ladi. 5. Navada yer sharining hajmi navbatdagi holatidan kichik va yoki cho'ng bo'lib qolganida yer sharida hayot kechirish mumkinchiligi yo'q bir ishga aylanib qolgan bo'ladi. Chunki yer sharining hajmi oyning hajmidek bo'lganida edi, yerning tortish kuchi hozirgi tortish kuchining 6dan 1ga teng kelib qolgan bo'ladi va atmosfera ojizlashish hodisi kelib chiqadi. Buning bilan tortish kuchi atrofdagi suv va havodan aylangan parni yuqoriga o'riltalmagan bo'ladi-da, buningdan kech paytida zamin yuzidagi hamma narsaning to'nglab qolishi kelib chiqqan, kunduzi haroratning eshib ketishi sababli zamin yuzidagi narsalar kuyib tukkan bo'ladi. Mubada yer sharining havo qatlami zishliq jihatda hozirgi holatidan tuvarak bo'lganida edi, hali kuni digidek yer sharining joy-joylariga sekundiga 80 kilometrlik sur'atda tushayotgan meteorit tashlarining yig'ib ketishidan yer shari saqlanolmagan bo'ladi. Agar meteoritlar tushgan ahvolda yer shari qisqa vaqt ichida g'alvirdek bir narsaga aylanib bo'lgan bo'ladi. Navada yer sharining hajmi quyoshning hajmidek bo'lganida edi, tortish kuchi 150 hassa kuchaygan, havo besimi har kvadrat diyumda 1 tonnaga o'rlab ketgan bo'ladi. Bu chaqda hozirgi havo zichligi doirasida 1 kilogramlik hayvonning ig'irligi 500 kilogram kelib qoladigan holat shakllanadi. Mushundaq bir sharoitda inson mavjudlik keldi deb faraz qilgan vaqtda uning tinimi cho'ng bir chashqaning hajmiga teng kelgan bo'lib, bundaq bir muhitda inson aqlining mavjud bo'la olishi mumkin bo'lmay qoladi. Chunki bundaq bir muhitdami ma'lum hajmdan kam bo'lmagan mengiga ehtiyoj bor. 5. Mubada yer shari posti navbatdagi o'rilishidan 3 metr ortiq bo'lganida havoda mavjud oksigenni so'mirib olgan bo'ladi. Ma'lumki, oksigensiz hayotlik tasavvur qilinmaydi. Shuningdek, mubada dengizning cho'nqurlik darajasi navbatdagi holatidan yana necha metr cho'nqurroq bo'lganida karbon 4 oksidini va oksigenni so'mirib oladi-da, yer yuzida hayotlik tugul o'simliklarning mavjud bo'lishi mumkin bo'lmaydi. 6. Suni ilib aytsaq, uningdimi hayotlikni muhofaza qilishdagi roli ajoyiblikqa ega. Yer shari quyosh sistemasidagi planetlar ichida birdan-bir suv bor planeta hisoblanadi. Uningda karbonliq suv, qattiq suv va suyuq suv bo'lib, hamma turdagisi bor. Ya'ni kelib, suv yer sharida mo'l miqdorda mavjud. Suv yana uyg'oncha zishliq tuvallab maqdigan birdan-bir suyuqlik bo'lib, shunga u muz tutganda suv yuziga qavatlanib tutadi. Qutblar orasida tutgan muzlar bo'lsa, ostidagi suvni muhofaza qilib turadi. Shu sabab muz ostidagi suvning sovuqlik gradusi muzning gradusidan tuvan holatda bo'ladi. Mana bu asosda suv jonliqlarining, baliqlarning hayotligi uzilmay davom qiladi. Ko'rilishga bo'ladiki, yer sharidan iborat hayotlik makonining muhofazat va himoya ostida bo'lish uchun bu qadar moslashish va o'rtaq nishon uchun uyg'un harakat qilishlar orqasida olamning qonuniyati va yo'nalishini mazkur nishonga yuzlantirayotgan, xizmat qildirayotgan bir qudrat egasining borligi namoyon bo'ladi. Mana bu o'z navbatida Xudoning mavjudiyatini kuchli dalillaydi. Bu o'z navbatida, ya'ni o'sha bu qudrat egasining insonni boshqa mavjudotlarga qaraganda alohida va farqli yaratishida farosat va hikmatning to'lib yotganligini, yaratquchining yaralg'uvchilarni behud yaratmaganligini, buningdami bir g'oya va maqsad borligini ko'rsatib berdi. Demakki, Xudo mavjudotni yaratib, uni tashlab qo'ygan, uningga beparvo qaragan emas, balki Xudo maxluqotga kuyingan hamda uning yarilishidagi g'oya va mas'uliyatni to'nib yetishga kerakli imkoniyatlarni hozirlab bergandir. Vahiy va aql bo'lsa, o'sha bu hozirlanmalarni bilishning ochqichidan iborat. Xulosa shuki, olamning yarilishidagi g'oya inson bo'lganidek, insonning yarilishidagi g'oya insonning o'z yaratquchisini va kuyinib parvarish qilguvchi Parvardigorini tonishi va anga yuzlangan omonatni bajo keltirishdir. Mana bu insonni yaratish va uni hurmat qilish orqasidagi hikmatni bayon qilib kelgan Qur'oniy ma'nolarning o'z aynisi. Qur'on Karim bu haqda bunday deydi: "Ey insonlar, sizlarcha biz sizlarni bekor yaratganmi? O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaymiz deb o'ylamsizlar. Haq podshoh Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir." Anbiya surasi 115 va 116 oyatlar. "Men jinlarni, insonlarni menga qulchilik qilsin deb yaratdim. Men ulardan rizq talab qilmayman. Ularning oziqlantirishini umid qilmayman. Alloh haqiqatan hammaga rizq berguchidir, qudratlidir, buyuk kuch-quvvat egasidir." Zariyat surasi 56 oyatdan 58 oyatlargacha.